Oshxonam kichkina, deyishga shoshilmang. Mana shu ko'rib turgan mebellarni 265 joyga o'rnatib berdik. Bu joyga xolodilnik, gaz plita, kir mashina va moyka sig'ishini xonadon egasi xohlagan edi. Va hammasi joyiga tushdi. Mijozimiz xohlagandek qulay, zamonaviy va ixcham oshxona mebeli tayyor bo'ldi. Joy kichkina bo'lsa ham, to'g'ri yechim tanlansa, hammasi sig'adi. Biz esa hammasini aniq o'lchab, bitkazib, o'rnatib berdik. Bu videoni oshxona mebeli qildirmoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying. Videoga like bosishni unutmang.